Hop, bugungi mavzuyimiz funksiya tushunchasi va funksiyalardan chiziqli va kvadratik funksiyalarni alohida ko'rib o'tamiz. O'zi funksiya nima? Funksiya bu matematikada biz bilamiz asosiy tushunchalardan biri bo'lib, u ikkita to'plam orasidagi munosabatni ifodalaydi. Bizga ikkita to'plam berilgan bo'lsa, x, y to'plamlar, x to'plamdan har bitta elementini, x to'plamning har bir elementini y to'plamni aniq bir elementiga mos qo'yuvchi biron bir qonun qoida berilgan bo'lsa, biz bunda x to'plamda y funksiya berilgan deb ataymiz va y barobar fx ko'rinishda yozamiz. Bu yerda fx bizda funksiya deb ataladi, x esa argument deyiladi. Misol uchun bizda bu yerda misol sifatida berilgan fx barobar x kvadrat, ya'ni x ni har bitta qiymatiga uni kvadratini mos qo'yuvchi funksiya. Funksiyani asosiy xossalari, aniqlanish sohasi. Funksiyani aniqlanish sohasi deb biz ikkita to'plamlar o'rtasida munosabat dedik. Ikkita to'plamdan o'sha x to'plamni aniqlanish sohasi sifatida olishimiz mumkin. Ya'ni x qabul qilishi mumkin bo'lgan barcha qiymatlar bizda aniqlanish sohasi bo'ladi. Qiymatlar sohasi bizda y to'plamga mos keladi. Bu funksiyaga x aniqlanish sohasidan x qiymatlarni qo'yganimizda hosil bo'ladigan to'plamimiz qiymatlar sohasi bo'ladi. Bir qiymatlilik funksiyani muhim xususiyatidan biri bo'lib, bu bir qiymatlilik, ya'ni x to'plamdan olingan ixtiyoriy x elementga y to'plamdan faqatgina bittagina qiymatni mos qo'yadi, ya'ni y to'plamdan bitta qiymat mos qo'yadi. Uzluksizlik, ya'ni funksiya uzluksizligi, uni grafiklarini chizgan paytimiz grafigi uzilishlarsiz, sakrashlarsiz va ilmoqlarsiz egri chiziqdan iborat bo'ladi. Bu funksiyani uzluksiz ekanligini anglatadi. Funksiyani berilish usullari, ya'ni ifoda etish usullari yoki funksiya 4 xil usulda berilishi mumkin. Analitik usulda, bu o'sha o'zimiz bilgan odatiy usullar, ya'ni formulalar, algebraik ifodalar ko'rinishida, o'sha qo'shish, ko'paytirish, ayirish yoki darajaga ko'tarish, ildiz qatnashgan. Bu analitik usulda berilishi bo'ladi. Grafik usulda funksiyalarni bilamiz, bizda grafik usulda berilishi ham mumkin. Bunday usullarda grafik usulda berilishi bo'ladi va jadval usulda berilgan funksiyalarga ham ko'zimiz tushishi mumkin. Ya'ni ba'zi bir funksiyalarni faqatgina jadval usulda berilishi mumkin. Keyin bu 3 ta usul bilan agar berib bo'lmasa, ya'ni analitik usul, grafik usul, jadval usulda ham funksiyani berishda iloji bo'lmasa, unda og'zaki usullardan ham foydalanib berish mumkin. Bu usullarda berilgan funksiyalarni keyinroq yana ko'rib o'tamiz, qaysi turga qanday funksiyalar kirishini. Funksiyani bir nechta argumentli ko'rinishlari. Biz endi elementar matematikada ko'pincha bir o'zgaruvchili funksiyalarni o'rganamiz. O'sha bir o'zgaruvchili funksiyalar bilan tanishamiz. Ularning grafigi tekislikda, ikki o'lchovli tekislikda tasvirlanadi. Bundan tashqari bizda ikki o'lchovli funksiyalar ham ko'p o'rganiladi va ko'p o'lchovli funksiyalar. Funksiyani turlari: algebraik funksiyalar, transcendent funksiyalar, maxsus funksiyalar va qism-qism uzluksiz funksiyalar. Algebraik funksiyalar biz o'sha o'zimiz bilgan qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish, ildiz chiqarish, darajaga ko'tarish amallari yordamida ifodalansa funksiyamiz. Bunda funksiyamiz algebraik funksiya deyiladi. Transcendent funksiyalar esa algebraik amallar bilan ifodalab bo'lmaydigan funksiyalar bor. Biz bilamiz, ular trigonometrik funksiyalar, eksponensial funksiyalar, ya'ni ko'rsatkichli funksiyalar va logaritmik funksiyalar transcendent funksiyalarga misol bo'la oladi. Maxsus funksiyalar, bu maxsus funksiyalarni keyinchalik o'rganiladi matematika, oliy matematika bo'limlarida. Bu funksiyalar ko'pincha muhandislikda, fizikada ishlatiladigan, aniq bir jarayonni ifodalaydigan funksiyalar bor. Bular maxsus funksiyalar bo'ladi. Qism-qism uzluksiz funksiyalar. Bu funksiyalar turli intervallarda, ya'ni turli oraliklarda turlicha aniqlanadi. Bu funksiyalar qism-qism uzluksiz funksiyalar deyiladi. Algebraik funksiyalarning ham bir nechta turlari bor. Bu butun ratsional funksiya, ya'ni biz buni ko'p xat deb elementar matematikada ko'p ishlatamiz. Ko'p xat ko'rinishdagi funksiyalar butun ratsional funksiyalar. Chiziqli funksiyani ham elementar matematikada ko'p ishlatganmiz, ya'ni fx barobar kx plus b ko'rinishidagi funksiyalar va kvadratik funksiyalar. Fx barobar ax kvadrat plus bx plus c ko'rinishidagi funksiyalar. Bu yerda k, b, a, b, c'lar koeffitsiyentlar, ya'ni konstanta, o'zgarmas sonlar. Trigonometrik funksiyalar, ya'ni biz transcendent funksiyalarga kiruvchi trigonometrik funksiyalarni ko'rib o'tyapmiz. Bular
Trigonometrik funksiyalar biz bilamiz, oldingi sinflardan ham bizga ma'lum, sinus, kosinus, tangens, kotangens bu trigonometrik funksiyalar deyiladi. Yana bizda teskari trigonometrik funksiyalar ham bor, ya'ni arc sinus, arc kosinus, arc tangens, arc kotangens. Bular ham transcendent funksiyalarga misol bo'ladi. Eksponensial va logaritmik funksiyalar. Eksponensial, ya'ni biz ko'rsatkichli funksiya deb ko'proq ishlatamiz. Fx barobar a darajasida x ko'rsatdi. Ya'ni a bu yerda qandaydir bir sonni ifodalaydi, uni darajasida x turibdi. Ya'ni ko'rsatkichli funksiya. Bu funksiya bu yerda a asos deyiladi. Bu funksiya ham ma'lum jarayonlarni tavsiflaydi. Misol uchun, tez o'sadigan jarayonlar, bakteriyalarning ko'payishi, aholi sonining ko'payishi va logaritmik funksiyalar. Logaritmik funksiyalar bu yerda ko'rinishi fx barobar logaritm a asosga ko'ra x. Bu yerda o'sha o'qilishdan ham ma'lum, a bu yerda logaritm asosi deyiladi. Agar asosi y ga teng bo'lib qoladigan bo'lsa, biz uni natural logaritm deymiz. Eksponensial funksiyalar tez o'sadigan funksiyalar jarayonlarni ifodalasa, logaritmik funksiyalar esa uni teskarisi, sekin o'suvchi jarayonlarni bizda tasvirlashga yordam beradi. O'zi darajali ko'rsatkichli funksiyani teskarisi logaritmik funksiyani teskarisi hisoblanadi. Funksiya grafik orqali tasvirlash. Bu yerda grafik orqali tasvirlash bosqichlari, ya'ni 4 ta bosqichda amalga oshiriladi degan. Oldin koordinatalar tizimini belgilab olamiz. Funksiya grafikini chizish uchun koordinatalar tizimi o'rnatiladi. Biz ko'pincha maktablarda ishlatamiz Descartes koordinatalar sistemasi. Ko'pincha bizda gorizontal o'qimizda x o'qi, vertikal o'qimizda esa y o'qi deb belgilanadi. Nuqtani belgilash funksiyaga o'sha x ga o'zimiz qiymat berib, funksiyadan ma'lum bir qiymatlarni olamiz. Misol uchun, fx barobar x kvadrat funksiyaga x ga 0 qo'yganimizda funksiya 0 bo'ladi. 1 qo'yganimizda funksiyaning qiymati 1. 2 qo'yganimizda esa funksiyaning qiymati 4 bo'ladi. Va koordinatalar sistemasida 0 0, 1 1 va 2 2 kabi nuqtalarni belgilab olamiz. Nuqtalarni belgilagandan keyin nuqtalarni egri chiziqlar bilan tutashtiramiz va funksiyaning grafigi hosil bo'ladi. Agar funksiyamizni grafigi to'g'ri chiziqdan iborat bo'lsa, uni ikkita nuqtani belgilash orqali chizishimiz mumkin bo'ladi. Grafikni ko'rinishiga qarab funksiyani tahlil qilishimiz mumkin. Ya'ni maksimum nuqtalari, minimum nuqtalari, simmetriya o'qi, o'sish oraliqlari, kamayish oraliqlarini funksiya grafiga qarab ham tahlil qilishimiz mumkin. Ya'ni funksiyani biz maksimum, minimum topishlarni bilamiz, xoslar yordamida topish mumkin. Yoki o'sish, kamayish oraliqlarini o'sha x ga qiymat berib ko'rib topish mumkin. Lekin bu yerda grafikini chizsak, grafikka qarab turib, ya'ni misolda ishlamasdan turib, faqatgina grafik orqali maksimum, minimum nuqtalar, o'sish, kamayish oraliqlar, simmetriya o'qlarini grafikka qarab ham aytishimiz mumkin. Funksiyani xossalari. Monotonlik xossasi bu o'sha funksiyani o'suvchi yoki kamayuvchi bo'lishi xossasi monotonlik xossasi deyiladi. Biz funksiyaga x to'plamdan ixtiyoriy ikkita x1, x2 nuqtalarni olib qo'yapmiz va bu yerda mana bu x1 kichkina x2 shartni qanoatlantiryapti. Bu funksiyaga qo'yib olib borganimizda x1, x2 qiymatlarini qo'ygan paytimiz funksiyani qiymatlari ham xuddi shunday tengsizlikni qanoatlantiryapti. Ya'ni x1 kichkina bo'ladi, funksiyani qiymati ham funksiyani x2dagi qiymatidan kichkina bo'lyapti. U holda bu funksiya qat'iy o'suvchi funksiya deyiladi. Aksincha bo'lsa, ya'ni argument kichkina bo'lgan holda funksiyaning qiymati katta bo'lib ketadigan bo'lsa, bu qat'iy kamayuvchi funksiya bo'ladi. Simmetriyalik xossasi. Bu simmetriyalik xossasini biz ko'pincha juft funksiya va tog' funksiya deb o'rganganmiz. Ya'ni simmetriya xossasi faqatgina juft yoki tog' bo'lgan funksiyalarda mavjud. Ya'ni biz bilamiz, ba'zi funksiyalar juft ham emas, tog' ham emas bo'lishi mumkin. Bu simmetriyalik xossasi faqatgina yoki juft yoki tog' bo'lgan funksiyalar uchun olinadi. Davriylik. Agar biror t son uchun har qanday x da, ya'ni o'sha x argumentimizni t songa orttirganimizda ham yana o'sha x dagi qiymatiga teng bo'lib qoladigan bo'lsa, bu funksiya davriy funksiya deyiladi. T sonlarning eng kichigi esa funksiyani davri deyiladi. Davriy funksiyalar deb biz trigonometrik funksiyalarni misol qilishimiz mumkin davriy funksiyaga.
Agar chegaralanganlik xossasi, agar funksiyamizni qiymatlari ma'lum oraliqda yotsa, ya'ni qiymatlar sohasi chegaralangan bo'lsa, biz funksiyani qiymatlar chegaralangan funksiya deymiz. Misol uchun sinus, kosinus funksiyalarimiz -1 oraliqda yotadi. Ya'ni sinus funksiyamizni barcha qiymatlari -1dan 1gacha o'zgaradi. Funksiyalarni qo'llash sohalari. Funksiyalar turli xil sohalarda qo'llaniladi. Iqtisodiyotda, muhandislikda, meteorologiyada. Iqtisodiyotda ham o'sha biz bilamiz talab taklif funksiyalari bor. Talabni o'sishi, kamayishi yoki biz bilamiz qandaydir biron bir mahsulot narxini oshishi, kamayishi, uni grafik usulda tasvirlash mumkin. Uni ham funksiyalar yordamida tasvirlanadi. Muhandislikda konstruksiyalarda, elektr zanjirlarini tahlil qilishda funksiyalar ishlatiladi. Meteorologiyada esa ob-havo bizda o'zgarishini bashorat qilishda funksiyalardan foydalaniladi. Funksiyalar tahlilining amaliy qo'llanishi. Iqtisodiyotda, fizikada, dasturlashda amaliy muhim rol o'ynaydi funksiyalar. Biz funksiyalardan ikki xil funksiyani ko'rib o'tamiz. Algebraik funksiyalardan birinchisi chiziqli funksiya va keyinchalik ko'rib o'tamiz kvadrat funksiyalar. Chiziqli funksiya deyilishiga sabab bitta, buni grafigi tekislikda to'g'ri chiziqni ifodalaydi. Bu yerda chiziqli funksiyani ko'rinishi berilgan, fx barobar kx plus b. Bu funksiyalar bu yerda k bilan b bizda konstanta, o'zgarmas son. Chiziqli funksiya bizda k bu yerdagi konstanta bizda og'ish burchagini bildiradi, ya'ni x o'qi bilan o'sha to'g'ri chizig'imizni burchagini ifodalaydi. B sonimiz esa grafikni y o'qi bilan kesish nuqtasini ko'rsatadi. To'g'ri chiziqni ifodalaydi dedik, chiziqli funksiyani grafigi. B nuqta o'sha y o'qini kesib o'tish nuqtasi bo'ladi. Chiziqli funksiyani grafigi. Buni grafigi to'g'ri chiziq bo'ladi. K bizda og'ish burchagi, B esa y o'qi bilan kesish nuqtasi. K bilan B o'zgarganda hozir grafikni o'zgarishini tekshirib ko'rishimiz mumkin. Xo'p, mana quyidagi bizda mana bu y barobar 3x plus 4 funksiyamiz. Bu yerda chiziqli funksiya berilgan. Mana grafikini chizib berdi bu yerda. Endi bu yerda biz k bilan b ni qiymatlarini o'zgartirib ko'ramiz. O'zgartirib ko'rganimizda funksiyani grafigi qanday o'zgaryapti? K ni o'zgartirib ko'rsak, k bizda birinchi 3 edi. K ni agar 2 qiladigan bo'lsak, mana birinchi qizil funksiyamiz qizil bilan chizilgan 3x plus 4 funksiyani grafigi bo'layotgan bo'lsa, yashilda chizilgan 2x plus 4 funksiyani grafigi mana kesib o'tish nuqtasi o'zgarmadi, chunki biz b ni qiymatlarini o'zgartirmadik. Faqat k ni qiymatlarini o'zgartirganimizda mana bu k ni qiymati 3 ga teng bo'lganda qizil chizmada to'g'ri chiziqda chizilishi, k ni qiymati 2 ga teng bo'lganda mana qandaydir burchak ostida og'yapti funksiyamizni grafigi. Agar b ni qiymatini o'zgartirib ko'rsakchi, k ni qiymati o'zi turadi. B ni qiymatini o'zgartirib ko'rsak, 5 ga o'zgartirdik. Mana og'ish burchagi o'zgarmayapti. Parallel to'g'ri chiziqlar chizildi. E'tibor bersak, og'ish burchagi o'zgarmayapti. Faqat y da kesib o'tadigan nuqta o'zgardi. Yashil bilan keyingi chizgan funksiyamizni bu yerda yashil bilan chizildi. Va qizil bilan b koeffitsiyentimiz 4 bo'lgan holatmi? Y o'qini 4 nuqtada kesib o'tyapti. Yashil bilan esa b bizda 5 bo'lgan holati y o'qini 5 nuqtada kesib o'tyapti. Xuddi shunday funksiyani grafiklarini o'zgartirib, qaysi koeffitsiyentni o'zgartirsak qanday o'zgarishini tahlil qilib borishimiz mumkin. Chiziqli funksiyalarning xususiyati. Chiziqli funksiya agar bizda k musbat bo'lganda monoton o'suvchi bo'ladi, k manfiy bo'lganda esa monoton kamayuvchi funksiya bo'ladi. Juft toqlik funksiyasi aslida chiziqli funksiyalarda juft toqlik funksiya hisoblanmaydi, lekin maxsus holatlarda
b biz koeffitsiyentimiz 0 bo'lib qolgan holatda toq funksiyaga aylanadi. X ni qiymatiga qarab toq funksiya bo'ladi. Uzluksiz va differensiallanuvchi. Boya uzluksizlik ta'rifini, funksiya tarifi bergan paytimiz uzluksizlik xususiyati bor edi. Bu funksiyamizni grafigi ham hech qanday uzilishlarga ega emas, sakrashlar yo'q, hech qanday ilmoqlar yo'q. Bu funksiyamiz grafik demak uzluksiz bo'ladi. Differensiallanuvchi. Bu degani bu funksiyadan hosil olish mumkin. Demak, chiziqli funksiyamiz doimo hosila olsak bo'ladi. Bu degani differensiallanuvchi funksiya. Ikkita agar chiziqli funksiyalarni bir-biriga qo'shganimizda hosil bo'lgan funksiya yana chiziqli funksiya bo'ladi. Chiziqli funksiyani boshqa ko'rinishlari. Chiziqli funksiya biz bilamiz, tekislikda to'g'ri chiziq funksiyalardan bilamiz. Ax plus by plus c barobar teng 0. Ko'rinishda bu to'g'ri chiziqni umumiy ko'rinishi. Bu chiziqli funksiyamizni ham umumiy ko'rinishiga misol bo'ladi. Nuqta orqali aniqlash. Ikkita nuqta orqali biz bilamiz bittagina to'g'ri chiziq o'tkazish mumkin. Bizda chiziqli funksiyamizni faqatgina ikkita nuqtasini bergan bo'lsa, shu nuqtalardan o'tadi deb biz funksiyani ko'rinishini tasvirlasak bo'ladi. Burchak koeffitsiyenti orqali berilishi va y barobar kx plus b ko'rinishda berilishi esa burchak koeffitsiyenti orqali berilishi. Chiziqli tenglamalarni yechish. Chiziqli tenglamalarni o'sha biz biladigan algebraik usullar bilan yechish mumkin, grafik usulda yechish mumkin. O'sha bizda bir o'zgaruvchilik tenglamaga misol bo'la oladi chiziqli tenglamalar. Keyingisi kvadrat funksiyalar bizda. Demak, kvadrat funksiyalar ax kvadrat plus bx plus c ko'rinishdagi funksiyalar bizda kvadrat funksiya bo'ladi. Bu yerda a 0 dan farqli. 0 dan farqli ekanligiga sabab, agar a 0 ga teng bo'lib qoladigan bo'lsa, bu funksiya bundan oldin ko'rganimiz chiziqli funksiyaga aylanib qoladi. Shuning uchun har doim a 0 dan farqli deb olinadi. A, b, c'lar bu yerda koeffitsiyentlar. Buni ham ko'rib o'tamiz. A, B, C'lar o'zgarganda funksiya grafigi qanday o'zgarishini. Kvadrat funksiyani grafigi tekislikda parabolani ifodalaydi. Kvadrat funksiya bizda kvadrat funksiyani grafigi parabolani ifodalaydi. Bu parabolani teng ikkiga bo'luvchi vertikal chiziq bizda simmetriya o'qi deyiladi. Simmetriya o'qini esa x barobar minus b taqsim 2a formula orqali aniqlanadi. Ya'ni mana shu tenglikni qanoatlantiruvchi barcha xlar bizda to'g'ri chiziqni ifodalaydi. X barobar minus b taqsim 2a, y o'qiga parallel bo'lgan to'g'ri chiziq formulasi. Bu bizda simmetriya o'qi bo'ladi parabolani. Parabola uchi. Ya'ni parabolani uchi deb o'sha parabolani eng yuqori yoki eng pastki nuqtasi, ya'ni parabolani shoxlari pastga yoki tepasiga qaragan bo'lib, eng yuqori yoki eng pastki nuqtasi parabolani uchi deyiladi. Bu parabolani ekstremum nuqtalari, ya'ni maksimum yoki minimum nuqtalarini ham ifodalaydi. Diskriminant quyidagi formula orqali aniqlanadi. Biz buni kvadrat tenglamalar orqali ham, kvadrat tenglamalarda o'tganda ham buni o'tganmiz. Diskriminantni formulasi. Parabolani grafigi bizda yo'nalish, bu yerda yo'nalishi bizda a koeffitsiyentga bog'liq. Agar a koeffitsiyentimiz musbat bo'ladigan bo'lsa, parabolani shoxlari yuqoriga qaragan bo'ladi. Agar a koeffitsiyent manfiy bo'ladigan bo'lsa, parabolani shoxi pastga qaragan bo'ladi. Parabola uchining koordinatalari bizda bu yerda minus b taqsim 2a bilan x koordinatasi, o'sha minus b taqsim 2ani funksiyaga qo'ygan paytimiz y koordinatasi topiladi. Ikkita nuqta bizda koordinatalar topilgandan keyin uni grafikni belgilashimiz mumkin. Kvadrat tenglamani ildizlari, ya'ni kvadrat funksiyamizni ildizlarini kvadrat tenglamani ildizlarini topish bilan solishtirsak bo'ladi. Kvadrat funksiyamizni 0 ga tenglab ildizlarini topgan paytimiz, topgan ildizlarimiz x o'qi bilan o'sha parabolani kesish nuqtalarini bildiradi. Bu yerda diskriminantni musbat manfiyligiga qarab turlicha bo'ladi. Diskriminant agar musbat bo'lsa, parabolani shoxlari x o'qi bilan ikkita nuqtada kesishadi. Agar diskriminantimiz manfiy bo'lsa, umuman x o'qi bilan kesishmaydi. Agar diskriminantimiz 0 bo'lib qoladigan bo'lsa, parabolamiz x o'qiga urinadi deb aytamiz.
Parabolani grafigini ham o'sha koeffitsiyentlarni o'zgartirish orqali ko'rib chiqishimiz mumkin. Bizda bu yerda y barobar x kvadrat plus 5x minus 4 funksiyamizni grafigi. Mana yaqinroq olib keladigan bo'lsak, bizda mana bu nuqtasi uchi hisoblanadi. -2,5 -10/25. Mana bu x o'qini kesib o'tgan nuqtalari. Bu yerda biz agar grafiga qarab tahlil qiladigan bo'lsak, funksiyamiz demak ikkita ildizga ega, diskriminanti 0 dan farqli, chunki x o'qini ikkita nuqtada kesib o'tyapti. Shoxi yuqoriga qaragan, chunki mana bu x kvadratni oldida turgan bizda koeffitsiyentimiz musbat, shuning uchun shoxi yuqoriga qaragan. Agar buni oldini manfiyga o'zgartiradigan bo'lsak, mana shoxi pastga qaragan parabolani ifodalayapti. Demak, funksiyani koeffitsiyentlariga qarab parabola grafigini o'zgarishini ko'rib o'tamiz hozir. Agar x oltidagi koeffitsiyent o'zgarsa, biz yuqorida koeffitsiyent a koeffitsiyent 1 ga teng edi. Buni 4 ga o'zgartirsak, mana bu birinchi chizilgan ko'kda chizilgan grafigimiz x kvadrat plus 5x minus 4 funksiyani grafigi. Biz a ni o'zgartirdik, 4 ga o'zgartirdik. Bu yerda funksiyamizni parabolani ko'rishimiz mumkin. Parabola siqilyapti. Ya'ni demak a koeffitsiyentni o'zgartirgan paytimiz parabola yoki siqiladi yoki agar mana bu yerda yana ham siqildi. Demak a koeffitsiyent oshib borgan sari parabolamiz ko'proq siqilib borar ekan. Agar a koeffitsiyentni kamaytirsak, ya'ni birinchi holda bizda 1 edi, 1 taqsim 2 qiladigan bo'lsak, 1 taqsim 2 qiladigan bo'lsak, mana parabolamiz kengayapti, naborot. Ya'ni a koeffitsiyentimiz kichkinargan sari parabola kengayib borar ekan. A koeffitsiyentni agar kattartirib borsak, parabolamiz siqilib boradi. Xo'p. Endi b koeffitsiyentni o'zgartirib ko'ramiz. B koeffitsiyent o'zgarganda parabola qanday o'zgaryapti? Mana birinchi holda bizda 5 edi. Keyingi holda 5 dan sal kattaroq son olyapmiz. 9 olgan paytimiz. Demak, parabolamizni mana siqilmadi, lekin ko'ryapmiz joylashishi o'zgardi. Ya'ni pastga tushyapti. Biz 4 birlik 4 qo'shdik b koeffitsiyentga. Parabolamizning uchi esa y ga nisbatan pastga tushdi. Agar b koeffitsiyentni kichikroq qilsak, yani biz birinchi oshirib ko'rgandik, endi kamaytirsak. Kamaytirgan paytimiz demak yuqoriga qarab siljidi. Demak b koeffitsiyent bizda parabolani joylashishini o'zgartirar ekan. B koeffitsiyentni oshirib borgan sarimiz parabolani uchi pastga qarab tushib boshlayapti. Aksincha kamaytirib borgan sarimiz esa parabolani uchi yuqoriga qarab ketyapti. Endi s koeffitsiyentni o'zgartirib ko'ramiz. S koeffitsiyentni o'zgartirsak, parabolada nima o'zgarish bo'ladi? S koeffitsiyentimiz -4 edi, buni oshirsak plus 1 ga o'zgartirsak. Plus 1 ga o'zgartirgan paytimiz faqatgina yuqoriga chiqdi. Boyagi b koeffitsiyentda pastga tushgani bilan o'ng tomonga yoki chap tomonga siljiganini ham ko'rdik. S koeffitsiyent o'zgargan payti demak faqatgina yuqoriga, tepaga, xuddi shu uchini o'zgartirmagan holda ko'chib boryapti. Bu yerda uchi -2,5 -525. Bu yerda -2,5 -10,25. Demak, S koeffitsiyentni o'zgartirganimiz mana bu parabola uchini x koordinatasiga ta'sir qilmayapti, faqat y koordinatasiga ta'sir qilyapti. Biz
koeffitsientimizga 5 birlik qo'shgan edik, y koordinatasi 5 birlik qo'shildi 3'ning koordinatasida. Demak, bunda faqatgina 3'ning koordinatalari o'zgaradi. Demak, shunday xulosa qilishimiz mumkin. Shunday xulosa qilishimiz mumkin. Agar kvadrat funksiyamizni, bu yerda kvadrat funksiyamiz s koordinatasi bu 3'ni belgilab beradi. B koordinatamizni o'zgartirgan paytimiz bu ham siljayapti 3'i, ham pastga yoki yuqoriga ko'tarilyapti. A koordinatamizni o'zgartirgan paytimiz ham 3'ning koordinatasi o'zgaryapti, ham o'ngga yoki chapga siljayapti, ham siqilyapti yoki kengayib boryapti. Bu yerda grafik usulida o'rgandik biz A, B, C koeffitsiyentlar qanday o'zgarganda funksiyani grafigi qanday o'zgaryapti. Hop, bizda bu yerda bir testimiz bor. Mustaqil ishlash uchun bu yerda testda so'rayapti, analitik usulda berilgan funksiyani toping. Analitik usulga ta'rif berganimizda aytdik, biron bir algebraik ifodalar ayirish, qo'shish, ko'paytirish, darajaga ko'tarish, ildiz ostiga olish kabi amallar bilan berilgan bo'lsa funksiyamiz, bunda analitik usulda berilgan funksiya deyiladi. Demak, bu yerda ko'rib turibmiz, B variantda analitik usulda berilgan funksiya tasvirlangan. Shu bilan birga qolganlarini ham tahlil qilib o'tib ketsak, A variantda bizda berilyapti, agar x musbat bo'lsa 1 ga teng, agar x manfiy bo'lsa 0 ga teng deyapti funksiyaning qiymati. Bu bizda og'zaki usulda berilgan funksiyaga misol bo'ladi. C variantda berilgan funksiyamiz esa vaqtni haroratga bog'liqligini grafik jadval usulida beryapti. Bu bizga jadval ko'rinishidagi funksiyaga misol bo'ladi. D variantda esa funksiyamizni grafikini chizib qo'yyapti faqatgina. Bu funksiyani berilishini grafik usuliga misol bo'ladi. Ikkinchi testimizda quyidagi keltirilgan funksiyalarning qaysi biri juft funksiya deyapti. Biz oldingi sinflardan ma'lum bizga trigonometrik funksiyalar ichida faqatgina kosinus funksiyamiz juft funksiya hisoblanadi. Ya'ni x ga qiymat berganimizda x ga 30 gradus bersak ham, minus 30 gradus bersak ham kosinus qiymati o'zgarmaydi. Uchinchi variantda quyidagi keltirilgan funksiyalarning qaysi biri tog' funksiya deyapti. Biz yuqoridagi variantda aytdik, trigonometrik funksiyalardan faqatgina kosinus juft, qolganlari tog' deb aytdik. Demak, 3 testimizni xuddi shu mulohazamizda yordamida ishlasak, C variant bizda y barobar sinus x funksiyamiz tog' funksiyaga misol bo'la oladi. B variantdagi funksiyamiz esa bizda har doim juft funksiya, x ga musbat qiymat, x ni manfiy qiymatida ham musbat qiymatida ham, misol uchun minus 4 qo'ysak ham, 4 qo'ysak ham y imizning qiymati har doim 16 chiqadi. Bu juft funksiyaga misol bo'la oladi. A variantdagi kosinus x funksiyamiz ham juft funksiya. D variantdagi funksiyamiz esa juft ham, tog' ham emas. Bu funksiya juft emas, tog' ham emas. 4-chi testimizda quyidagi funksiyalarning qaysi biri davriy emas deyapti. Davriy bizda trigonometrik funksiyalarimiz har doim davriy funksiya. Davriy funksiyalarning yig'indisi, ko'paytmasi, ayirmasi ham har doim davriy funksiya bo'ladi. Demak, A variantda ham, B variantda ham bu yerda bizda davriy funksiyalarning yig'indisi ko'rinishidagi funksiyalar bo'lganligi uchun bular davriy funksiyalar va bizda C variant qolyapti. Bu davriy emas funksiya. X haqiqiy son bo'lganda monoton o'suvchi funksiyani belgilang deyapti. Bizda bu yerda birinchi chiqarib oladigan funksiyamiz C variantdagi y barobar sinus x funksiyamiz. Sinus x funksiyamiz qaysidir oraliklarda monoton o'suvchi bo'lishi mumkin, lekin bizda x'imiz haqiqiy sonlar to'plamida o'suvchi bo'lgan funksiyani belgilang deganligi uchun birinchi bo'lib sinus x ni chiqarib olamiz. Yana mana bu yerda x ni darajasida tog' son turibdi. B variant va D variantlarda x ni darajasida tog' son turibdi. Tog' son bo'lgan payti x'imiz musbat bo'lganda o'suvchi funksiya bo'lishi mumkin, lekin x manfiy bo'lganda bu kamayuvchi funksiya bo'ladi. Bizda x'imiz haqiqiy sonlar to'plamida o'suvchi bo'lishi kerak. Demak, bizda bitta variant qolyapti, A variant, y barobar x kvadrat minus 10. Bu haqiqiy sonlar to'plamida o'suvchi funksiyaga misol bo'ladi.
Keyingi testimiz 6-si. Demak, x tegishli minus cheksizdan 0gacha. Ya'ni monoton kamayuvchi funksiyani belgilang deyapti. Demak, yuqoridagi mulohazalarimizga ko'ra, x'imizni darajasi toq bo'lganda biz aytdik, manfiy bo'lsa, x manfiy bo'lganda kamayuvchi funksiya bo'lib ketadi dedik. Demak, buni yuqoridagi mulohazaga tayanib yechadigan bo'lsak, D variantida bizda y barobar x kub plus 10 bizda minus cheksiz 0 oralig'ida monoton kamayuvchiga misol bo'ladi. 7-chi testimiz murakkab funksiyani belgilang. Hop. Murakkab funksiya bizda A variantda ikkita oddiy funksiyalarimizni yig'indisi. Bu murakkab funksiyaga misol bo'la olmaydi. B variantimizda bizda og'zaki funksiya ko'rinishda bu ham murakkab funksiyaga misol bo'la olmaydi. C variantda esa bizda kubik funksiya. B variantda e'tibor beradigan bo'lsak, sinusda argumentida yana funksiya berilyapti. Funksiyani argumenti ham funksiya ko'rinishida berilyapti. Bu funksiyamiz murakkab funksiyaga misol bo'la oladi. 8-chi testda butun ratsional funksiyani belgilang. Butun ratsional biz boya ko'rib o'tdik. A variantida bizda logaritmik funksiya, B variantda esa trigonometrik funksiya, D variantda bizda kasr ratsional funksiya deyiladi bular. Demak, bizda bitta variant qolyapti. C variantimiz ratsional funksiyaga misol bo'la oladi. Chiziqli funksiyani bundan oldin grafiklari bilan ham ko'rib o'tdik. Bizda A variant kasr funksiya deyiladi. C variantda kvadrat funksiya, D variantda bu ko'rsatkichli funksiya. B variant bizda chiziqli funksiyani beradi. Kvadrat funksiya berdi C variantda. Kasr chiziqli funksiyani oldin aytib o'tdik. A variantda darajali funksiya. Ko'pincha adashtiradi darajali bilan ko'rsatkichli funksiyani. Mana bu ko'rinishda, ya'ni argumentni darajasida biron bir son turgan bo'lsa, bu bizga darajali funksiyani beradi. Bizda biron bir sonni darajasida argument turgan bo'lsa, bu ko'rsatkichli funksiyani ifodalaydi. Logaritmik funksiya, bizda A variantda logaritmik funksiya. 15-chi variantda quyidagi funksiyalarning nechtasi trigonometrik funksiyalar deb. Demak, birinchisi bizda y barobar sinus x trigonometrik funksiya, y barobar x darajasida bizda trigonometrik emas, bu ko'rsatkichli funksiya. 3-chisi y barobar kosinus funksiya, bu trigonometrik funksiya. 4-chisi bu kvadratik funksiya. 5-chisi bu bizda trigonometrik funksiyaga misol bo'la olmaydi, sekundar x. Ya'ni bir taqsim kosinus funksiyamiz. Y barobar ark kosinus. Ark kosinus bo'lgani bilan bu trigonometrik emas, teskari trigonometrik funksiyaga misol bo'ladi. Shuning uchun trigonometrik funksiyaga kirita olmaymiz. Y barobar tangens x funksiya. Bu ham bizda trigonometrik funksiya. Mana bu yerda sekundar x, ya'ni bir taqsim kosinus x ni ifodalaydi. Buni ham trigonometrik funksiyalar qatoriga kiritsak bo'ladi. Demak, bizda 1-chi, 3-chi, 5-chi va oxirgi 7-chi funksiyalar trigonometrik funksiyalarga misol bo'ladi. Bizda 4 ta trigonometrik funksiya mavjud. Xo'p, 16-chi testimizda bizda kvadrat funksiyani grafigini toping deyapti. Birinchi e'tibor qaratadigan joyimiz bizda x kvadratni oldida manfiy ishora turibdi. X kvadratni oldi manfiy ishora bilan berilgan bo'lsa, biz boya aytib o'tdik, parabolani shoxlari pastga qaraydi. Demak, bizda 4 ta variantdan faqatgina D variantda parabolani shoxlari pastga qaragan va buni grafikdan topsak juda osonroq bo'ladi. Ya'ni nuqtalarni topib, chizib, buni solishtirgandan ko'ra grafikni agar biz biladigan bo'lsak, x kvadratni oldidagi songa qarab parabolani shoxlari yuqoriga yoki tepaga qaraganini bilgan holda biz mana bu testni osonroq ishlashimiz mumkin. Demak, D variantda bizda parabolani shoxlari pastga qaragan holda. Demak, minus x kvadrat plus 2x plus 1 kvadrat funksiyamizning grafigi D variantda tasvirlangan. Shu yerda tahlil qilib ketsak ham bo'ladi. Demak, diskriminantini tahlil qiladigan bo'lsak, diskriminanti 0 dan katta ekan. Chunki x o'qi bilan ikkita nuqtada kesib o'tyapti.